Xitoydan pomada zakaz qildim. Menga hech qaysini rangi yoqmadi. Shuning uchun uvol qilmasdan yubormoqchiman. Uvol qilib tashlagandan ko'ra oshqozonimga yuborganim yaxshi. Mana shunaqa pomada ichida 6 ta internetda ko'rganimda juda ham chiroyli ranglar edi. Qaranglar, bunaqa rang emas edi-da, boshqacha fioletoviy edi. Bunaqa fioletoviy emas edi. Yana. Bu nima qanaqa rang bu? Bunaqa emas edi. Boshqacha qanaqa edi? Boshqacha rang edi bu. Bu qaranglar. Bu Barbie'ning rozoviysi emas edi, lekin men ko'rgandim. Normalniy rozoviy edi bu. Даже chiqmayapti ham buni. Qanaqa bu pomada bu? Короче. Uvol bo'lgandan ko'ra yuborgan yaxshi. Ta'mi normal ekan. Pomada. Fioletoviy, ahvolni qaranglar. Bunaqa fioletoviy emas edi. Kim yana Xitoydan narsa zakaz qilib afsuslangan. Agar pomadangiz yoqmasa, nima qilasizlar? Tashlab olasizlarmi? Yo yuborasizlarmi? Bu qizilda qaranglar. Даже rangi ham chiqmayapti bu pomadani. Esi shuncha pulim. Bittasini qaynonamga yedirib qo'yamiz. Ketdik.